Mana bolgarskilar 17 ming so'm ekan, bolgarlar. Karamlar 1000 so'm ekan. Chinoqlar 2,5 mingdan 3 minggacha ekan, 5 talik, 10 talik. 10 taligi 2,5 ming, 5 taligi 3 ming so'm. Bunlar 1000 so'mdan ekan. 3 ming so'm ekan. Bog'chasi shu bir bog'chasi. Bitta bandi 3 ming so'm mana. Kilogacha? Kilo 2 ming. 2 ming so'm ekan mana kilosi. 17 mingdan ekan bolgarlar. Bunlar 7 ming so'm ekan mana. 7 mingdan. Daykonchi bu? 3 ming so'm ekan daykonlar. 2,5 mingga bunisi kilosi 12 ming so'm ekan mana. Bular ham 2 mingdandir. Bu nech puldan aka lavlagilar? 2 ming so'm ekan. Qaramlar. 800 so'm ekan mana. 7 ming so'm ekan bular kilosi. Sukini bu kabachkami? Kabachka ekan. Kabachka ekan. 7 ming so'mga 13 ming ekan kilosi chinoqlarni. Optimga bu xaltaga sotiladi birdaniga. Bu kiloga emas, 1 kilo sotilmaydi. Buni kattaligi katta ekan mana, sifati zo'r ekan. Bular 2 ming so'm ekan mana. Mana shu birinchi sort paket bilan sotiladi. 1 kilo sotilmaydi bu yerda. Bular 5,5 ming ekan mana bular. Kiloga? Kilo.